O'rtoqlar, biz Surxondaryodamiz. Hozir navbatdagi mijozimiz oldiga keldik. Guard mahsuloti iste'mol qilgan ekanlar. Onam, assalomu alaykum. Hormanglar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Biz razni bezta qilib qo'ydik-da. Kim ichgan edi buni? Ona, siz ichganmisiz buni? Ha, men ichganman. Sizga yana olib kelyapmiz-da mana. Rahmat. Buni ichishdan oldin nima muammolaringiz bor edi, ona? Oyog'im oldin ham og'rirdi oyog'im. Bu oyoq buni olgandan keyin sekinlashib qoldi og'rig'i. Yaxshi, Xudoga shukr. Rahmat sizlarga. Yurishga qiynalardim, ha. Hozirchi? Hozir qiynalmayapman, yaxshi. Zo'rmi? Zo'r. Buni sizga kim olib berdi? Kenja o'g'lim olib berdi Ilhomim. Olib kelib berdi-da. Men ichdim. Aha. Yaxshi, Xudoga shukr. Xursandmisiz? Xursandman. Rahmat. Shunaqa oyog'i og'riydiganlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman, osim. Rahmat, barakat topinglar. Bola chaqalaring ko'p bo'lsin, ullaringiz ko'p bo'lsin. Xotinlaring ko'p bola to'ptaylasin. Ona, Ha, necha kunda effektini bildingiz? 10 kunlar, 15 10 kunlar. kunda oyog'ingiz og'rimay qo'ydi. Ha. Mana o'rtoqlar, o'zingizlar guvohi bo'lyapsizlar. Onamiz 1 oylik kurs bu. Ha. 10 kunning ichida mana oyoqlari umuman og'rimay qo'yibdi. Og'rimay qo'yibdi. Agar sizlarni ham ota-onanglarni shunaqa oyoqlarida, suyak bo'g'imlarida og'riqlar bo'lsa, mana olib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Guard. Hozir ishonchingiz shu o'rtoqlar.